Hammaga salom. Bugun Klipomaniya kanalida Jahongir Otajonovning Kunlarim taronasiga ishlangan klipni ko'rib chiqamiz. O'z fikrlarimizni bildirib o'tamiz. O'zi bu klip qaysi taronaga ishlangan desak, Maxtumquli she'riga yozilgan qo'shiq matni. Bu qo'shiqni Otajon Xudoyshukurov ham aytgan bo'lgan. O'sha o'zini davridagi usulda, eski usulda mana hozirgi remake-ni ko'rib chiqamiz. Zamonaviy o'sha pop, estrada pop janrida aytilgan. Boshladik. Mana e'tibor beramiz. Osmondagi bulutlar orasida klip boshlandi. Bu personaj endi dunyoga kelyapti, ya'ni endi tug'ilyapti. Tug'ilishdan oldin mana osmonda turibdi, qo'lida chemodan, case desak ham bo'ladi, chemodan deylik. O'sha chemodan bilan tug'ilyapti. Bu chemodan nima ma'noni anglatishini klip yakunida xulosa qilamiz. Hozircha klipni ko'rishda davom etamiz. Bitta narsaga e'tibor qarataylik. Meni qoyil qoldirgan narsa nima bo'ldi? 3-4 yoshlarimda men gapirib boshladim deyilgan qo'shiq matnida va o'sha yosh bolalarga o'xshab chuchuk til bilan talaffuz qilgan bu so'zlarni. Daniel Kizning Eljarnonga atalgan gullar degan asari bor. O'sha asarda bir aqli zaif Charlie degan personaj bo'ladi. Uni bitta psixolog bilan bitta neyroxirurg operatsiya qilib miyasini davolaydi-da, keyin uni aqli rivojlanishini bosqichma-bosqich kuzatish uchun unga kundalik yozdiradi. O'sha kundalikda birinchi aqli zaif holida juda xato yozadi so'zlarni. O'sha kitobda ham tabiiy so'zlar xato yozilgan. Ya'ni aqli zaif kishini qo'li bilan xato yozilgan, ongi bilan. Keyin o'sha asar personaji yoshi o'tgan sari, o'sha aqllilashgan sari to'g'ri yozishni boshlaydi kundalikni. Ya'ni aqllilashadi. Mana shu qo'shiqning matnida ham so'zlar buzib, yosh bolaning tilida aytilgani ham bu o'zgacha hissiyot beradi odamga. Davom etamiz. Endi mana ko'rib turibmiz, qo'shiqning deyarli har bir soniyasi klip bilan hamohang bir paytda ketyapti. Har bir soniya. Bu uchun rejissyorga katta rahmat aytishimiz kerak. Zo'r olib borgan hamma narsani joy-joyiga qo'yib olib borgan. Va personajda ham o'sha qo'shiqchini o'zi ijro qilgan, uni mimikalari, uni o'ziga xos xarizmasi bilan zo'r chiqqan. Qoyil qolsa arziydi. To'qqizimda berdim Tangri salomi, o'nimda bo'ynimda haqning kalomi, 11imda tutdim dovol qalamni,
yon g'ildiraklarni yechib tashlayapti, yordamchi g'ildiraklarni o'sha velosipeddan. Bu bilan insonni umri o'tib, yoshi kattalashib, tajribasi oshib boryapti degani. Umrini o'tib borayotgani haqida ma'no berib ketyapti. Bu Instagramdagi cho'loqcha vaynlardan qandaydir invalidlarni personajni ishtirok etib olingan ibratli vaynlardan emas, bu haqiqatda ancha yuqori darajada odamni o'ylashga majbur qiladi. O'zini o'tayotgan umri haqida o'tirib o'ylab ko'rishga majbur qilyapti. Boshqa so'z ayta olmaymiz bu haqda. Endi e'tibor beramiz. 14-15 yoshda jinsiy gormonlar ko'payadi odamda, o'smirlik boshlanadi, o'ziga e'tibor berish boshlanadi. Yurish-turishi o'zgaradi odamni. Umuman boshqa dunyoga kirib keldi bu odam. Kiyinishi, yurishida pont boshlandi. Chunki nima qilish kerak? Alfa erkak bo'lish kerak. Atrofdagi qizlarni diqqatini o'ziga qaratish kerak. Bu boshqa olamga qadam qo'ydi. Mana o'smirlik yoshida endi navqironlik yoshiga qadam qo'ygan paytda o'sha farishta qiz bola yoki ayol obrazi paydo bo'lyapti personajning hayotida, o'zini idealdagi qiz. Bu ko'ziga mana shunday o'ziga yoqqan inson farishtadek ko'rinadi, oppoq kiyimda, bir sarvqomat tanada ko'rinishi ta'kidlab o'tilyapti. Ko'pchilik san'at asarlarida bilamiz, g'azal, ruboiy, she'riyatda aytiladi, ko'zingni qorasiga tushib cho'kib ketay degan chiroyli jumlalar bor. Endi men uni o'xshata olmadim, adabiyotchi emasman. Men tabiiy fanlar bo'yicha oddiy o'qituvchiman. Shuning uchun buni bir chiroyli so'zlar bilan tushuntirib bera olmadim. Lekin o'sha ko'zingni qorasiga cho'kib ketay degan ma'noni klipda aytib ketyapti. Animatsiya ham shuning uchun u o'sha yoshda kimdir yaxshi ko'rib qolsa, yosh yigit o'zga dunyoda yashaydi. Buni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Shuning uchun ham alohida animatsiya qilingan bu qismi. Mana kiyinish o'zgardi, o'sha 40-50 yoshlarga keldi. Kes o'zi bilan hamma gunohi savobi ichida, qilgan yaxshi yomon ishlari ichida. Bilamiz, islom e'tiqodiga ko'ra ham, boshqa samoviy dinlar e'tiqodiga ko'ra ham va bir nechta ta'limotlar, umuman din demaylik, qaysidir bir ta'limotlarda ham aytiladi bu haqda. U dunyoga borsa, savobi gunohi sanaladi. To'liq hujjatlar, dosiyalar hammasi yozib boriladi, yig'iladi degan fikrlar bor. Mana shu fikrga alohida urg'u berilyapti va kameraning fokusi obyektiv asosan keysga qaratilyapti. Fokus keysga qaratilyapti, chemadanga qaratilyapti. Mana bizning umrimizdan nima qoladi? Mana shu qilgan amallarimiz qolishi haqida fikr beryapti klipda.
mana eshik, chiqish eshigi, mana bu dunyodan sekin-sekin o'tib shu eshikka borishi. Bir odam umri tugayapti. Sizniki ham, bizniki ham hammaniki tugayapti. Shulardan biz saboq chiqarishimiz kerak. Hayotimiz haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Davom etamiz. Sonunda xush qolmoqda o'zimga aql xushdan judo tushgan kunlarim yuz yoshga yetarsan olarlar joning uzatib qo'yarlar bicharlar to'ning mahrum qil hamroh bo'lsin imoning jon jasaddan ayro tushgan kunlarim Yuzdagi mimikaga e'tibor bering. Paymonasi to'lganini his qilyapti. Bu nigoh, bu mimikani chiqarib berish juda qiyin masala o'zi aslida. Buni aktyorlar juda yaxshi tushunadi va qoyil qolish kerak. Men rostdan qoyil qoldim. Bu klipda o'zi o'ynab chiroyli darajada ko'rsatib berganiga qo'shiqchini zo'r. Mana keysni qo'ydi. Jahongir Otajonov kunlarim deb yozilgan. O'sha odamning kunlari qanday o'tganligi haqidagi hisobot. Qorong'u xonada katta ehtimol bilan u qabr ostidaligi haqida ishora bor. Lekin ozginagina tuynukdan yorug'lik tushib turibdi, nur tushib turibdi. Bundan o'sha 6 yil oldin Islom akademiyasida o'qigan bir tanishim bilan gaplashganimda shunday bir fikrni aytgan edi. Rivoyatlarga ko'ra, mana inson o'lganidan so'ng hisob-kitob kunigacha qanday yotadi qabrda, u jannatda bo'ladimi, do'zaxda bo'ladimi, qanday bo'ladi, yaxshi odam qanday, yomon odam qanday bo'ladi deb so'raganimda shunday fikrlar bor, rivoyatlar bor deganida, jannatiy odam bo'lsa bitta tuynik ochiladida, jannatdan qabriga o'sha nur tushib turadi. Bu odam qiyomatgacha o'zini o'sha jannatdan bahra oladi, ya'ni uni nuri ozgina bo'lsa ham tushib turadi deganda, mana bu odamni ham o'sha yotgan kamerasiga, ya'ni qabrga deylik, nur tushib turibdi. Demak, bu odam yaxshi odam bo'lgan, shu belgini ko'rishimiz mumkin. Mana sekinasida zoom bo'lyapti. Bu yerda keyslar ko'p, e'tibor beramiz. Chemadonlar ko'p, delolar ko'p. Hammasi bu ham kimlarnikidir. Hammani o'sha chemadonlarning yoniga, hujjatlarning yoniga u o'zining hujjatini qo'ydi. Biologik jihatdan aytadigan bo'lsak, o'zining genini avlodiga qoldirdi va inson naslini, inson shajarasini davom ettirdi. Richard Dawkins aytganidek, har bir individ shunchaki bitta turli genlarni tashib yuruvchi bir vosita. U shunchaki bitta genni bir joydan ikkinchi joyga tashiydi. Bizdan qoladigan narsa nima? Bu mening shaxsiy fikrim. Qolgan fikrlar bizdan qoladigan narsa qilingan mana shu yaxshi yoki yomon amallar. Shuning uchun bu qo'shiq juda ma'noli qo'shiq. Maxtumquli qanday ijodkor bo'lganini ko'pchilik yaxshi biladi. Hozirgi kungacha uning she'rlari, g'azallari asosida yozilgan qo'shiqlar hozirgi kunimizgacha 2-3 asrdan beri yetib kelyapti. Mana hozir ham mana shu qo'shiq ham Maxtumqulining qalamiga mansub. Hayotimiz haqida hammamiz bir o'ylab ko'rishimiz kerakligi haqida mesej berilgan qo'shiqda va klipda. O'zi bu qo'shiqchini oxirgi 2-3 klipi deyarli bir xil ijodkorlar tomonidan, asosiy ijodkorlari, rejissyor, direktorlari bir xil odamlar. Shuning uchun oxirgi kliplari ramziy falsafiy ma'nolarga ega, tahlil qilishga arziydi. Xulosa,
sifatida shuni aytishimiz mumkin. Klip ijodkorlariga katta rahmat aytamiz. Bravo, ijoddan to'xtamanglar. Ko'rib maza qiladi degan san'at asarlaridan bittasi bo'ldi. Mana shu joyda videoni yakunlaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni esdan chiqmasin. Keyingi kliplarimiz o'zgacha bo'ladi. Kuzatishda davom eting.